Kechiksam xizmatu safardan, yo'limga intizor ko'zlari, dunyoda eng shirin asaldan shirinroq onamning so'zlari. Bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan, onamning bir parcha jonidan mening ham bir jonim yaralgan. Bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan, onamning bir parcha jonidan mening ham bir jonim yaralgan. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas, onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas, onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Allah'tan so'rayman erta kech, panohingda asra deb onamni. Kuchim yo'q onamsiz mening hech, ijobat qilginda duomni. Onajon sizsiz-ku jannatim, el uzra topilgan hurmatim. Onajon sog' bo'ling doimo, aytmoqqa cheksizdir rahmatim. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas, onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas, onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Onajon, 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 omadim hech kimdan kam emas. Mehribonim onajon, o'g'lingiz hech kimdan kam emas. Onajon, 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 omadim hech kimdan kam emas. Mehribonim onajon, o'g'lingiz hech kimdan kam emas. Xor qila olgan bo'lsalar, albatta o'zlarining niyatlariga yetishdi. Bugun ulardan baxtliroq, ulardan xursandroq inson yo'q. Biz mana shu tadbirlarimiz davomida bir so'zni qayta-qayta takrorlab, hech ham charchamaymizda. Onadek zot bormi bu dunyoda? Tirik jon borki, ona dunyoga keltirgan. Dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan zot, yemasdan yedirgan, kiymasdan kiydirgan, xasta bo'lganimizda dardimizga darmon bo'lgan, o'zini dardini, o'zini xastaligini hech qachon hech kimga aytmagan zot onajonlarimizdir. Faqat ona bolasi uchun yashaydi. Biz onajonlarimizni qanchalik xursand qilmagaylik, boshimizga, ko'klarga ko'tarmagaylik, poyi jannatimiz munis va mo'tabar onajonlarimiz sha'ni uchun ozdir albatta. Shoir onalarni shunday ta'riflaydi: quyosh nedir, nurlarida olam yashar, shu quyoshga nur ulashgan xirmon ona. Mayli yillab urinsa-da jumla bashar, hech kim o'qib tugatolmas doston ona. Ko'ngil bog'i ichra kessa quvnar dillar, ta'rifiga so'zlar yozsa yetmas yillar. O'rnak olsa arziydi bahor gullar, doim gullab turadigan uston ona. Ba'zan dushman tanimas qalbim qilsa yaro, faqat onam kuydi bu keng olam aro.
betob bo'lsam holi xarob motam saro davosi yo'q dardimga ham darmon ona beminnatim ko'p himmatim beg'uborim roziligin olmoq uchun beray borim xizmatiga labbay deb tursang ham yorim jannat hidi kelib turgan rayhon ona. Onajon, bizni niyatimiz, bizni tilagimiz mana shu farzandlaringizni umr bog'ida jannat hidli rayhoni bo'lib yurishlik sizga nasib etsin ilohim. Tug'ilgan kuningiz, tavallud ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Rahmat, tashakkur bildiramiz. Ko'rib turibmizki, ushbu oqshomda juda ko'p yaqinlaringiz xursandchilik kuningizga sherik bo'lib turibdilar. Nafaqat sherik bo'lish, qolaversa o'zlarini tabrik so'zlarini, tilaklarini yo'llash niyat qilib kelgan yaqinlardan marhamat, tabrik so'zlarini, tilaklarini tinglaymiz. Tabrik so'zlarini avvalda siz uchun eng yaqin insonlaringizdan, hayotni xursandchilik va qiyinchilik kunlarida suyanchiq sirdosh, umr yo'ldoshingizdan boshlaymiz marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, qadrli muxlislar, hammalaringiz kelibsizlar. Doim mana shunday vaqtda xushlik bo'lsin. Bo'lmagan uzoq umr tilayman. Doim yaxshi kunlarda o'tirishlar, ham muyassar etsin. Sog'lig'inglar, imoninglar, salomat bo'lsin. Rahmat yigitlar, xizmatlaringiz uchun. Haqiqatan mana shu sizga yaxshi istak-tilaklarni qo'shamiz. Bu insonlar haqiqatan bir hayotda juda bir samimiy, beg'ubor, qalbi juda bir pok, juda oddiy, juda sodda insonlar. Endi bunaqa insonlarni man shu 45 yoshga kirib bo'lsam endi uchratganman. Endi bundan keyin uchratishimni tasavvur ham qilolmayman. Ilohim shu yerda o'tirgan barchasiga shularga erishgan orzu tilaklarimiz nasib qilsin. Hammamiz shularga erishgan orzu niyatlarga, shunaqa bir yaxshi farzandlarga, yaxshi nabiralarga shu yetishish muyassar qilsin. Shularga ana shu oyijonimga, dajonimga uzoq umr bersin. Har bitta shunaqa o'tgan bahorini bizlar bilan nishonlash nasib qilsin. Shu bularga haqida qancha gapirsam shuncha kam. Ana shu yerda o'tirgan el-xeshlarimiz nomidan, kelolmagan el-xeshlarimiz, qarindoshlarimiz nomidan yana bir bor oyijonimni samimiy qutlayman. Shu yoshlaringiz muborak bo'lsin. Shunaqa yoshlarni kamida 40 tasini mana shu dadajonimiz bilan birgalikda nishonlash nasib qilsin. Sizlarga ham rahmat, xizmatlaringiz uchun minnatdorman. Rahmat, tashakkur bildiramiz. Ezgu niyatlar, ezgu tilaklar albatta o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Bu dunyoda tillo-yu zarning, sovg'a salomlarning qadri, qiymati, bahosi bor. Inson uchun aytilgan bir og'iz shirin so'z, mehr, muhabbatning bahosi yo'q. Yaxshi insonlar haqida qanchalik yaxshi so'zlarni so'zlasakda kamlik qiladi. Mana shunday chiroyli so'zlarni, chiroyli tilaklarni tinglash uchun badiiy sahnamiz markaziga Bahodir akamizni taklif qilamiz. Marhamat, tabrik so'zlarini, tilaklarni tinglaymiz. Marhamat. Eng katta yangilik ko'rmaklari aytamiz. Uzoq umr ko'rganingizga baxt saodat tilayman. Akamni qo'sh chaqirib, navaralar, avlodlar uzoq bo'ladi. Nima o'zgartirsa, qo'ymaman ekansiz. Mana, yangi sizlar o'g'ildan yaxshi. Shuni hayotda sizdan chiqadi. Ana shunday hamma a'zoda izzat-hurmatga bo'lish hammamizdan sog'lig'ingga chiq, salomatligingga ekandan qo'shadi. Rahmat, tashakkur bildiramiz. Yana bir insonni davramiz markaziga taklif qilmoqchimiz ikkita sabab bilan. Birinchi sababi o'zlarini tabrik so'zlarini, tilaklarini yo'llash. Ikkinchi sababi esa bugun o'zlari turmush o'rtoqlarini, umr yo'ldoshlarini tavallud ayyomida yaqinlarning shunday xursandchilik kuniga sherik bo'lib turibdilar. Dilbar opamizni taklif qilamiz. Marhamat. Keling, marhamat.
yoshlarning ko'plarini ko'rmog'i Alloh muyassar etsin. Eznam bilan jup yoshab, jup qarab, farzandlaring huzur halovatlarini ko'rmog'i Alloh muyassar aylasin iloyim. Vaqtimizda hamma vaqt sog' salomat bo'lib yuramoqni Alloh taqdir etsin. Iylik ishlar, mana shularning umrlaridek, shularning sog'liqlaridek sog'liq berib yuramog'i Xudo muyassar aylasin hammaga. Hamma vaqt xonadoningizda yaxshi kun bo'lsin, yaxshi kunlarda kelmog'i bizlar og'inlara Xudo muyassar etsin. Kech qoldik, uyimizda mehmonimiz bor edi-da. Uzlatish kompaniyasi aprel oyida ekan, tashabbuslarda. Mehmon qachon sog' bo'lsin. Yaxshi kunlar rahmat, tashakkur bildiramiz. Albatta bizga ma'lum bo'lishicha bugun jonu jigaringiz, ukajoningiz To'ra akamizni ham tavallud ayyomlari ekanda. Yosh ulug'larimizni shunday so'zlari bor. Opasi bor insonga himmat bu dunyo, singlisi bor insonga izzat bu dunyo. Ham opa, ham singil ila siylasa, To'ra akamizdek jonu jigaringiz, ukajoningiz uchun jannat bu dunyo. Albatta To'ra akamizga ham, sizga ham albatta uzoq umr, sihat, salomatlik tilab qolamiz. Bugun 68 yoshni qarshilabsiz. Xudo xohlasa 100 yoshlarga kiring. Siz 100 yoshlarga kirganingizda mana shu fayzli xonadoningizga kelib, yaqinlaringiz qatori bizlarga ham sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklash, xursand qilish nasib etsin ilohim. Farzandlaringizga esa chiroyli duolaringizni olish nasib etsin ilohim.